Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmelerimiz. Partlagan Sükut programımızın 68. saniyeli görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli görürmelerimiz, hemen ma'lum bolgandek bu programının birinci saniyeden ta hazırgacha Xitoy tajovuzchilarining vatanimizda elib berayotgan vahshiy bostirish zulmlariga bevosita shahid bo'lgan, uni boshdan kechirgan va yoki o'zi chet elda bo'lgan bo'lsa-mu, shu chet elda bo'lganligi uchun Xitoy tajovuzchilarininki beshamligi sababidan oilasining beshiga kelgan fojialarni shu shahidlarimizning biridan ikkidan mushu ekranga chiqib bevosita so'zlashi orqali Xitoy tajovuzchilari shunchalar millionlagan dalil isbot shahidlarning guvohligi to'kilib tursa-mu butun dunyodagi axborotlarda bütün lager siyasetinden başlayıp hamma qilgan beshamligi tajovuzchiligini inkor qilib turayotgan bir paytlarda boshlangan bu programımız shuni dal Xitoyning yuziga urilgan kachatdak yolg'on sening bu tashviqoting, mana biz buningki bu jinoyatlarning guvohchilari, bu zulmlarni boshdan kechirgan kishilar biz deb ekranga chiqib istiqlol ekranidan boshlangan orqadan bütün dünyadaki başka televizyon, her qaysi tillardaki kanallarda köplep çıkış bilen davayımızın nereden ne kelganligini hemmimiz bilimiz. İntayın muhim bir programma. Bugünkü sanımızga, bugünkü programımızga Yaponiyadan kıymetli bir mehmanimiz qatnashib beryapti. Xalmat Roza efendim Yaponiyadan ziyoratimizni qabul qildi. Aldı bilan ko'pdan ko'p rahmat aytamiz ziyoratimizni qabul qilganligi uchun. Assalomu alaykum riyosatchi. Assalomu alaykum. Televiziyasi oldidagi Sharq Turkiston qarindoshlar. Rahmat, Allah razı olsun. Qadrli görürmelerimiz, programımız YouTube ve Facebook kanallarımız arkalık naq meydandan tarqatilyapti. Ekran aldı chiqib turayotgan numarimiz shundaqla ijtimoiy fikr vositalaridagi aloqa vositalarimiz arqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Qadrli görürmelerimiz, biz tünügün e'lonimizda bergandek, yani biz albatta bu Partlagan Sükut programımızın ilgirki sonlaridami ve başka nüfuzluq dünyadaki her xil kanallarda, hatta bizning televizor programmalarımızda nurg'un qatim suhbatlar bo'ldi, ayrim programmalarni qilgan bo'ldik. Va xabarlarimizni nihoyat ko'p ko'rib o'tdinglar. Va nurg'un kishilik huquq tashkilotlari organlarininki Xitoyning vatanimizda elib berayotgan bu irqiy qirg'inchilik siyosati, bu yerdagi vahshiy bostirishlarga kifoya qilmasdan uning qari qo'lining chet ellarga so'zilib nurg'un kishilarimizni Misr fojiasini bilimiz, aşılarını qandaq aldab olib ketganligini va dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'urlarni oilasi orqali besim ishiltib, ularga har xil shaklda o'ziga ishlashga majburlash degandek bu numussizlikni to'xtovsiz holatda qilyapti. Bugun Xalmat efendim bilan Yaponiyada yashayotgan va o'zi u yerda ham o'zi egilik tiklab shu yerda özünün ticaretini davamlaştırış bilen birge uzun yıllardan buyon Sharq Turkiston davası üçün bütün küçü bilen her xil faaliyetlerde nayeti aktif faaliyet kılıvatkan hürmetli Xalmat efendim beşiği kelgan, ailesining beşiği kelgan ve Xitoyninki numussizlarcha uni qandaq besim qilganligi, qandaq ishlarni qilganligi albatta Yaponiya axborotlarida ko'plab berilgan bir mesele. Bugün biz xalqimizga bu ekran orqali tunishtirib Xitoyninki tajovuzchiligini, Xitoyning numussizligining qaysi darajaga berib yetganligini o'z og'zidan anglab o'taylik deb o'ltiribdi huzuringlarda. Xalmat efendim, men oldi bilan sizni bir ko'rmalarimiz bir tunib o'tsa, o'zingizni bir qisqacha tunishtirib o'tgan bo'lsangiz oldi bilan. Men o'zim ismim Xalmat, familiyam Rozaxon. Men Sharq Turkistonning Cho'chak shahridan. Bu yil mana 50 kirib qoldim, Alloh bersa. Yapon kelganimga 18 yil bo'ldi. Yapon kelib magistrlikni bitirib, o'sha yerda savdo qilyapman hozir. Asarchatda Yaponda hozir ro'zi kebabxonasi debchi. Ro'zi kebab deyiladi. Ro'zi kebab deb, jangi kebab deb, dukkan ochib qo'ydim.
Ha bunun başka sorularını kılımız Allah verse. Hazırcha şunchalik tushundiraymi? Xo'sh. Xalmat efendim, hamda siz albatta Yaponiyaga programdan burun biraz suhbatlashdik. Bu şu 18 yil bo'ldi dedingiz-ku Yaponiyaga kelgili. Hamda bu albatta vatanimizdagi bu jinoyatlar hammamiz bo'lib shu lager siyosati boshlangandan keyin Xitoyning qanchalik butun chet eldagi urug' Uyg'urlarninki urug' tuqqanlari hozirgacha hech qanday oilasidan qilchilik ma'lumot olinmagan millionlagan xalqimiz yashayotdi chet elda. Sizmi shularning birisi. Qandaq bo'lib bu ishninki boshlanish jarayoni qandaq bo'ldi? Sizning oilangiz bilan munosabatingiz uzilib qolish yili qachon boshlandi? Keyin qandaq aloqa qildingiz va Xitoyninki sizga telefon qilib oilangiz orqali sizga nimalarni degan besim ishlatgan ya kelgan vaqtida bir film va shuni ko'rib o'tamiz. Yaponiya axborotlariga albatta xilma-xil televiziya kanallaridan sizni ziyorat qilgan ko'rinishlarni ko'rdik biz ijtimoiy fikr vositalaridan. Siz mush jarayonni bir so'zlagan bo'lsangiz oldi bilan. Bo'ladi. Men endi raskatni qilsak, 2017gacha vatanga qaytib, Alloh bersa, urug' tuqqanlar bilan birga bo'lib, savdo qilamiz deb o'ylagan raskatni qilsam. Vatanda qarindoshlarim bilan bo'lay degandim. Biroq 2017dan keyin o'sha Yaponga nurg'ulg'an savdogarlar keldi, nurg'un tanilgan odamlar keldi endi 2017larda. Kelib keyin vaziyatning nacharlashganligini aytdi. 2018da boshlab asosiyatdan keladigan odamlar to'xtadi Yaponga. Keladiganlarni to'xtadi, ham biz shu lagerning xabarlari ko'p chiqdi. Keyin bu arada bizning urug' tuqqanlardan ko'rkatganlar bo'ldi. Shuni anladik, shuni qanday qilamiz deb o'sha do'stlarimiz bilan maslahatlashdik mushaqda. Endi Yapondagi shu endi yosh bir turkumlar deymiz. Burun endi Ilhom apandimni tanıysizlar, Ilhom Mahmud apandim. Bu akimiz yolg'iz 12 yil yolg'iz qilib keldi. Keyin arliqlarda Tur Muhammad akimiz, G'olib Mejitbekmiz, Guliston deymiz. Bu qarindoshlar yordamda bo'ldi endi. Biroq shu chog'larda biz hech kim qilib beramidik. Faqat oqidan bir ko'sak salomlashib bir yordam havdi gelgan. Bu endi bizning o'zimizning tozig'icha Ilhom akalarning oldida yuzimizning silgan yerlari endi xalqimizning oldida. Biroq 2018da hammalarga o'xshash butun dunyoning har qaysi yerida qaytadan bir uyg'onish boshlangandek bizning Yapondimi nurg'ulg'an qarindoshlar uyg'ongan. Uyg'onib bir 100-200 qarindoshlar tang namoyishlar chiqadigan bo'ldi. Başlarını təşkilləyidən işlər oldu. Şu anlıqda mən şu sorulan qırıb, şu qarindaşlar bilan xeyli münasibətim yaxşı bo'lğaçqa aldığı çıxıb qaldım. Çıxıb qalsam 2018-nin şu 5-ci aylar vaxtı bu deyman meni ukam vatdi. Bu rak bo'lib qapti. Bilirsiniz, rak bo'lib şunun bilan buni operatsiya qilgandik. Qilib 5-ci aylarda aloqa qotgan, 8-ci aylar bo'lganda 6-cı aydan başlap 8-ci aygacha tuyuqsiz aloqa uzilib qoldi telefonda. Xo'sh. Ündidarda aloqa qilishda uydagilarning hammasi o'chirib etdi meni. Shuning bilan 2018ning 8-ci ay bo'lganda endi Fukam Hasanjan'da o. Aka meni aram 3 ay vaqtim qoldi deydi. Dedi endi shuningla shu araliqda bir paranlashgan bo'ldik. Qiynaldim raskatni qilsam. Şu ay vaqtda biz kun sanab o'tkazdik. Ya aloqa yo'q o yoqda. Qat'iy. Aloqalarimiz ne qilamiz? Axir men Nanjingda o'qigan bo'lim, Nanjingda. Shu Shikir maktabda o'qigandim. Shu yerdagi Xitoy bolalar orqali Appolmay ma'lum bir Fukam bilan bir aloqalashib bersanglar uydagilar bilan. Desam, shu 11-oyning oxirida aloqalashgandim. Qat'iy xabar yo'q. 12-oyning 8-mi, 9-mi shunday mana bo'lgan bo'lsa Başta bulundu mu ne? 4 yıl oldu, 5 yıl oldu Fukam'ın tüyüğünü. Şu 2 haftadan keyin Fukam'ın tüyüğün haberini bana yetkizdi. Xitoylar yetkizdi. Chiqirdagi Nanjingdagi bolalar. Endi bu raskatni desak, bu davrda hammamiz telefonda mush minutda ne bilan aloqalashamiz ki o'zimizning ana yurtimiz, vatanimiz bilan aloqa qila olmaymiz.
Bu bir kişilik hukuk deganimi ish ketgan bir dafsanda kirdi endi bu. Xo'sh. Shu chog' mana bizning 2018da shu boshlangan meni ishimda. Başlandı. Şunun bilan shu qitimdan keyin men akamlarga urug' tuqqanlarimga bir telefon urib, ish bo'lmaganda ukam tugabdi. Bir ahuzar etib olay degan bir kayfiyatda necha qitim telefon urib baktım, qat'iy ulanmadi. Ulanmadi ham shu paytda aloqamiz uzildi. Uzilib 2020-yil kelganda men yana shu da'volarda bu da'voning oldida biz o'zimiz xalqimizga ega chiqmasak, tang yurganmasak, bu da'voni hammadan bir Ilhom efendimga bir Turmamat efendim tashlab qolsak, Yaponda to'xtab qoladigan degan mushu nima bilan, mushu atrofimizdagi qarindoshlar bilan Yaponiya Uyg'ur jamiyatiga o'zim a'zo bo'lib kirdim, ham ashaqda nima ijroiya komitetining boshlig'i bo'lib mandim. Yani şunun bilan saylanma ko'zlanib qildik. Keyin endi ustiga nima doimiy a'zolikka kirdim. Shunda faoliyatlarni qilib yurib 2019ning oxiri kelganda Amerikada nima Uyg'ur qonuni chiqarildi. Eslanglar bo'lsa, shundan keyin tuyuqsiz endi vatandan bizning urug' tuqqanlar bir boshqa bir undidarlar bilan biz bilan aloqalashib dedi. O çağda benim telefonumda ünlüler işlemi yok. Hem de ayarımdaki battı. Ayarımdaki bir konu bir telefonum battı. Şunu geldi hem de. Kaptiken ben bilen görüşmem dedi. Ben görüşmedim. Ne çıktım görüşmesem tuyoksuz bir günü. Apamla bilen görüştüm. Aşağı ayarımın önümüzü de. Akamla, apamla var. Annesi var bir görüştüm. Görüşüp yıllarda adam bana desem ya oldu da. Mesela salamlaştık da koyuverdi. Koyuverken gap qilmadan bo'ldi, men aldirash bundagi ishlarimiz izdim anladim. Endi mening eng asos o'ylaydiganim ashlar bir xavf kelib qolmasa keyin dedim. Deb turib hech qanday ishlarga aralashmadim. Ularga telefonimni qilg'izmadim, ayolimga qilmadim, men qilmadim. Ulardan keladi-da, endi to'g'risi. Kelgan aloqalashib bir kuni endi shu ayolimning telefoniga yomon esimdan chiqmaydi, shu 5-ayning 9-i 2020-yil. Ertesi naq analar bayramı etti. Ayalım ben aşxanamı yaptım nima aşxanamı dükkanımga. Kelib bayam akamdan telefon kaptikeyin, qarsam chiroyi bak qiynalib ketgan chiroy bo'lsa bir so'zlashib qo'ysam bak qiynayotgan o'xshaydi dedi. Degandan keyin bo'ladi desam, erta shu keladigan bo'ldi, erta kechda dedi. Naq 2020-yili 5-ayning 10'i bo'ldi. Analar kuni etti. Shu kuni endi telefon keldi va mening bu dunyoda adam bishir kelmaydigan bir ish shu kuni mening bishimga keldi degan bo'ladi. Buni ta hozirgacha unutay olmayman. Hozir sizlarga deyapman yo'q. Mushtaq bir qo'rqinish ichida. Bular shu birinchi kungi ish bular 3 kungacha o'zimni topolmadim. O'zim hayotmi, hayot emasmi bilmagan darajada keldim. U qo'rqinish, bu nima adam o tanlashchi. Adatki bir odamni bir şey kelmasin, Xudoyim saqlasin deymiz. Xuddi IS terroristlar bormi? Ashlar xuddi odamni bilib, ashi mushtaq tapaj tanlab turib, pulini bersam o'ldirman deganlar. Ash mening ko'z oldimda yuz berdi. Ham shu chog'da ilmi yaxshi qilgan ishlatgan, shu chog'da telefonim bor-da bizning. Men davomli shu telefon ko'tarib yurman shu. Shu telefonimda bir telefonimda ash naq maydonni boshda telefonimda iPhone emasdi. Nimaga? Unga oladigan yerini topolmay qo'ydim. Ovoz qilib olaman. Tapamayla kamerani açtım, başta karanlık alettir, avazını aldım. Oturib akam bilan so'zlashyapsam, aşağıda endi bayan videoga kirib ketdimiz endi. Shu yerda akamning shunday qiynalgan chiroyini ko'rdimda. Qarsam akam mushtaq men o'tirganda, bir sofaga o'tiribdi bunda. Bunda yonda o'tiribdi. Bu yonda o'tirsam, nima bo'ldi desam, belim og'rib deydi. Belim nima bo'ldi desam, yüzüğün suyunu kötügen çağda
belimni qayırıp attım deydi. O rasmında yağandan da şu yatını men dedim aşırı ne bileyim. Birisi udumasını andaqmağında desem darhal akkam gapni yetkiydi. Hem birden maskasını ağızdım yani aşağı ne bileyim var, biliyordum var. Da ağzım bu şeylere onda şıpak ketkenliğini gördüm çünkü yani etrafına. Hem de raskat desem şunda kıylanıptı, uruktu kalanı onun da kıylaydı demedim. Hem de başta aşağı sözlerle hem de videonun aşı bir şey de şu, mesela akkam bilen özümüz bir sözleşimiz. Sözleşi bir zamanda akkam dedi, sen anda işlerle arlaşma dedi. Nemi işlerle desem, o normal işlerle nemeler katnaşma dedi. Ha buludu dedim, gapıma da buludu dedim, hem yağan deme buldu, onda şey yoktu da kral kıldım derler, yağan dedim. Bizden bir zaman ne kıldı, şu Allah'ta memnun otağında yapmasam, ayak karaydım da etrafa. Karaganda ben dedim, yılını biraz bağma dedim. Sen yok buna karap bak dedi canım. Demek şu Allah'ta bir minut ötmeyle üstüdeki adamdan bir nemi soran dekla bir ne mağlup şaşmış da üstüne bir ne soran dekla bir nemi geldi. Geldi hem derhal şu yerde bir minut etrafında aşağı videoda 10 minut olan vakitte kolu bilen iştiripla Xitay. Bir Xitay çıkıdı akamını iştiripla aşağı mesela kameranın yüzü çıkıdı aşağı. Akamın yine de çıkıdı. Çıkıpla Halimeti diyor. Beni Halimeti dedi. Halimeti ni hayırın şu olmadı başladı. Ben seni nerede tanıyım dedim. Dizden bir zamanda bu 2 yıl burun, 3 yıl burun alaka vatanda kelganlarning alaka nimasini janlilarni bilmaymiz alaka. Bunda uydagilarni sanoqqa Yaponda turayotgan qizlarni debchi. Ash narsalarni yezib berib bizning akamlarni izlab kiribdikan, akamlar shu chog'da va men bilmayman o'zim so'zlashda bir telefonni menga tutqizgan bir ismni bor. Şu adam mentem deydi bu Xitay. Da andikin tanımadım ya tanımadım desem andikin aşağıda yana bir gap çıktı qarasanglar. Men abaya ele bir Nanjingda o'qiydigan bir Xitoyni. Mening ukamning hayat emasligini bir so'rab beringlar degandim emasmi? Savoqdishingizmi u? Shu bali savoqdishim. Shanlichi deydi. Shanlichi degan u hozir Yaponda u bola. Ya Xitoy. Biroq onun bilan shu ishdan keyin ko'rashmadim. Shu Xitoyni tepib bular ashlar orqali bular menga telefon qilibdi. Aşı gapni deydi. Aşı Shanlichi. Bu Xitoylarning qo'li aşı cho'chakda turib, endi bizning vatanning bir nimasi deymiz, shahrida turib, Nanjingdagi bizning o'qiyotgan saboqdoshlarni tepib, ashlar orqali menga telefon qilgan. Ha, tushundim. Abay sizlar qanday shu videoni hozir ko'rib o'tsak bo'ldi. Hozir shu videodan burun mesela akangizdan ko'rishdan burun apangizning gapini qildingiz. O videoda apangizni ko'mdim ben. Apangizlarni ayrim ko'rishdingizmi yoki ko'rishamadingizmi? Ya uni shu faqatla bir kuni 2019dan keyin, shu 12-oyda nima qildi? Bular aloqalashdi, men ko'rashmadim boshda zidda. Ko'rashmasam bir kuni biz uyda dedi. Akamchi. Biz uyda deb xat yozibdi. Bo'lsa bir ko'rasan, apam ba, singlimlar ba dedi. Apam og'riqcha menimcha. Apam shu 1997-yildan boshlab yiqilgan. Men qon tushgan. 20 yil bo'ldi. Alloh ilmi saqlayapti, sog'-salomat. Aşı ağrı bitip qilgan. Bu hayajonlansa bo'lmaydi-chi apam. Shuningga mencha apam bor deganki, men u yerda cho'qim boshqa odam yo'q deb o'ylayman. Aşı singlim, ikki singlim borken, apam borken, akam borken, 5 aylan borken, 4 aylan borken. 5 aylan. 5 bilan ko'rashdim. Bunda 100%. Aşı 2020-yilda kirdi bu. 20-yilda u yerda hech qanday param yo'q. Aşı nima bo'pti ras? Avvalqa ko'rma bo'pti, diqqat qilinglar.
maska avatib berayman desam, men sizlarga avatib berayman deb chaqchaq qilishdi qanday. Shuli gap bo'ldi. Shundan keyin men bo'ldi, men ish qilmayaptim deb, bir ko'p gap bo'lib ketmasin deb, ular gapni uzdim, qaytib ketdim. Bu chog'larda shu men doimada bo'lgandan keyin bu akamlarga, o'ydikilarga bir narsa kelib qolmasin deb o'ylayman-da, men butun nimamda. Aşı sırtını ko'rishda 10 ming tega aşı ayolimning qo'li telefonidalar. Bizning yangi telefonlarda hech qanday nima yo'q, Xitoyning softasi. Aslında bir ko'rishdim. Shu ko'rganim meni hozirgacha meni hisoblasam 4 yil bo'ldi meni. Alloh bersa. 4 yildan beri shu akamni aşı 2020-yili 5-oyning 10'i bir ko'rdim. Ondan keyin ikkinchi qaytimda bir oydan keyin bir ko'rdim. Aşı Xitoy bilan birga ko'rdim. Shu bitti ko'rmadim meni hozirgacha. Xo'sh. Qadrli ko'ruvchilarimiz, hozir shu Xizmat efendim degan haliqi videoni bir shu sinni Xitoy bexatarlik idorasininki shu yerda ishlaydigan Xitoy bevosita kirdi, akasi bilan ko'rishayotgan vaqtda shuni bir ko'rib o'taylik, shu yerda gaplarni bir anglab o'taylik. Uning ustiga. Kimsin? 中国語を話す見知らぬ男が Yaponiya kanalda chiqqanlik uchun tarjima qiladi Xitoy. Mana mushta 我们去谈论一些事情。中国，我认为中国永远是你的祖国。是的，所以我就想是在这一方面来说的话，我想我们之间交一朋友，有些事儿去聊一聊，探讨一下。你说。日本有一些人，有一些事儿，有一些组织，我们想了解。我希望就是在这一块，你能够给我们提供帮助。男は友達という言葉を繰り返し使いながら日本で活動するウイグル族や団体の情報を提供するよう求めてきた。その電話から1ヶ月後。Demek yani Mayadma Av nima deyatıdı? Yapma dedi. Av Xitoydaydi, av adam. Dostum deb turib, aşı boshqa tashkilotlarning hammaning nimasini ba'dabchi so'rayotdi deydi. Ay Yaponiya. Ikkinchi qatimliq. Ma ikkinchi qatim ko'rishga vaqtimiz. Ovoz yo'qmi bunda? Ma kenishkisini chiqirdi o meyda. Devlet bexatarlik idorasining 男が見せた kenishkisini chiqardi yana. Demek Xalmatga müşahede bu numussuzlar şu burun biz nurgun programlarımız haberlerde mi çıkardık mı şu. Muşundak ata-anasını yoki urug' tuqqanlarni vasila qilib turib, ularning yenda turib telefon qilib qanchadan tahdidlarni qilganligini bilmayman. Bu siz butun ba'zan nima nashr huquqi deb hozir YouTube'mi hatto Xitoy bundan keyin siz yana davomlashtirib berganligingiz uchun bu Xitoyninki sizga ham tahdid, ham sizni indakka keltirish uchun qilmagan gap qolmaydi bu yerda deb. Tahdid aralash so'zlari hamma ishni bilib turamiz u bu degandek. Buni qilib siz uning keyindan yana davomlashtirganligingiz uchun Uyg'ur soti masalasini elib paranglashimiz, suhbatlashimiz. Davom qilganligingiz uchun Xitoy sizning chet elda qilgan bergan guvohligingizning hammasini yo'qqa chiqarish uchun yana ilgari qancha Uyg'urlarimizni qilgandek sizning oilangiz, akangiz va hadangiz degandek bularni ziyorat qilib yolg'on Xitoy o'zininki kanallarida e'lon qilib buni YouTube'da bor. Hamda hammani chiqaraylik desak, shu bo'libmi shu yaqindan buyon chiqib ketdi bu YouTube'dan ishlari.
bu Xitoy monomuslarcha nashr huquqi u deb eslab olishi mumkin. Şoň siz bu jarayony so'zlab bersangiz, arlyqda chiqag'il bo'lgan videoni o'tirmizga chiqarib qo'ysa bo'ldi, qarindoshlarimiz. Siz shu jarayonni hamda Xitoy sizlarga nimalarni deb nima taklif qildi? Shu jarayonni bir so'zlagan bo'lsangiz. Bulut bayam deganda, ana aşağıda Xitoy yeni akamni yeni keladi-da. Ha. Kapla birinchi birisi meni qo'rqatmoqchi bo'ldi. Xo'sh. Ana ko'rdinglar, videoda bor, meni o'zim tatbiq bor, videoni men o'zim topgancha birinchi qitim 40 minutdek tatbiq, 40 necha minut. Ha. İkinci qitimlikni hamda yana deb qasam bo'ldi. Birinchi qitimlik videoda bular yeni akamni yeni kelib bor. Qo'rqmay turib. Aşağıda. Çırayın içip durup Halimetti sen beni tanıdın mı degende qilib lekin sen agar akangni ne yolşan bavcu ne g'algarabchi nim qilaman desam biz bilan nim qil bizning gapimizni anglab bizga shpionlik qil deb ochiq deydi. Ma birinchisi. Şunu bilen yani birdenbire biraz boşaydı, boşab yani bir kelip sen texi gazırgıcı yapımlık kirajlarını almapsan deydi. Almapsa eğer yapımlık kirajlarını almansan biz sana adam tipi hal qilib beramiz. Maaş ikinci qilgan. Sizga ishla, biz uni chiqarib beramiz deydi. Ha. Amdikin bu yerda bular amdi nim qilgan yerda buni birinchi qitimliq videolar bor. Bular asosatdan bizning men tashkilot ismi Yaponiya Ovoz biraz nima bo'ldi hozir? Riba vivari deydi. Ism qo'ydi bu Xitoy. Xizmat efendim, müşahede degan gapingizni qaytlang, chunki ovozingiz butunlay uzilib aniq chiqmadi. Ya'ni Yaponiya tashkilotining ismi deb shu ekan aytasiz. Bizning Yaponiya Uyg'ur jamiyatining Xitoy ismini bular Ribbon Köşe Şehuy deydi. Ha. Köşe. O deganlik fan texnika nimasi, jamiyati degandek birisi. Bizniki aslında Viva Şehuy bo'lish kerak. Bular ashlim bilmaydi. Hem ayada deydi, men sening ashxonangga, uyingga kirib chiqayotgan odamlarning hammani bilaman deydi. Bular. Men ashda tahdid soladi. Tag'andikin akamni nim qilaman desam, sen cho'qim biz bilan nim qil dedi. Ha, bo'ladi dedim, men shuni bilan nim qildim. Andikin u birinchi qitimliq menda bo'lgan ekan, bu ashga nimani arliqda. Aş video var, mesela birinci qitim avatganda var, Fire'ning ichida. O'z videosi bor-ku, aslında. Aslında bir ko'rib bakmalar bo'ladi, o hech qanday bayanchog'ga taqashmaydi. Shuning ichidagi masalada Xitoy asos qo'rqoq silish birinchi qitim. Ham ikkinchi qitim biz bilan munosabat o'tkazib, cho'qim telefonimni ol deydi. Deydi, shuning bilan men akamga ma telefonimni tok oz qoldi deb, deymizmi, oz qolgan. Şunu ben akılıp aka matokam tugaydı vattı metu kim paranlaşaylar dedim. Uçakta ras ular qandaq taqabul turishni bilamadim raskatni qilsam. Ya bir ana javob bergandim, ben endi bilamadim raskatni qilsam. Shunda endi o'zim vahima, men yonimda turyaptini akam meni udulimda turyapti. Qan qarindishim meni. Ay yonida turyapgan agu rasmi ayette eğer şu yan atrafımda bokamasa çanı ötüşü mümkün. Aşın içine bir nimede durdum yok, gap tapamay kaldım be. Tapamay ahire telefonu üzdüm aşağıda ayağım hatta ayağımın yapmayla çıkarttım mı? Bir saat sırtta aylanıp yedim. Özlem ne mi boğandı bilmeyim. Andikin bu işni keyin atsimi bir kun o'ylanish orqali mening yaqin Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Abdukirim Qarindishimga, ma'mur raisi Ahmadjon Qarindishimga dedim men. Ma'noda bir bo'ldi. Elimni qallam ishlab men buni bir nimaga videoga oldim. Buni biz qanday qilamiz?
Biroq bir kun aylanish vaqtidagi mening kallamga eng kirvag'ini qarang. Bir tarafı qon qarindishim akam, apamlar. Ma tarafga qarasam men bilan birga jamiyatda faoliyat qilayotgan mening Ahmetcan, Abdukerim va boshqa qarindoshlarim. Ma bir tarafga qarasam mening qiynalıyotgan 3 milyon xalqim. Rost gapni qilsam. Xo'sh. Bu yerdagi ilk talash tatish, bu bir kalladagi bu bir xiyol ta hozirgacha tugadi. Men to'g'ri qildimmi, xato qildimmi, ta hozirgacha o'zim qaror qilolmayman. Mening shu kungi shu atsizdagi qilgan shu qarorim orqali, mening chiqargan nimam orqali mening ayadagi opam, akam, singillarim do'zax azobini ko'ryapti. Bu azap, bu adetki adam düşünemezler bunu. İçi kırgan adam bilirdi bunu. Xo'sh. Hem en isim kallam kırvagan nasa bu Xitay nemiş çıra, korkmay çırayını içip çıkalaydı bu yere. Bu bizim konumumuzda nememizni tutvagan yapacak bu Xitaylar. Xo'sh. Ata-onasini uruktukan avasam hiç kim kılamaydı da böyle. Biroq rost gapni desam, shu videolarni nima qilib, bizning Yaponiyadagi eng dangliq birinchi NHK Abayev bergan programma shuniki, ashlarnikini bergizganda qarang. Ashning muxbiriga desak, bizni Uyg'ur ko'zida o't chiqyapti desak bo'ladi. Bundaq nima uchrab baxmagan qo'llariga material. Shuning bilan bular bilan aloqalashdik, buni darhol yaponcha tarjima qilib beringlar dedi, uni qildik. Açlık görüp paranlaşıp bunu asas çettim. Ben Ahmetcan Abdukerim üçümüz. Andaki yani bir parlament azası var. Ben bilen münasip yakın bakım. Dörtümüz andikin aş muhbirler bilirdi. Başka hiç kim bilmedi. Şunun bilen 2020 yılı 6. ayının 6'sı boğanda yani bir kayıtım telefon keldi. Ayalımdakiga, akamda. Kelgen çağda ayalım geldi deydi. Artık telefonu ben dedi. Aytsa keş vaqti 6 yerimda dedi. Deganiki buni men qaytadan buni NHK'ga qayliqan muxbirlarga xabar qildim. Ular degan ikkinchi qaytim telefon keldi degan biz boraylar degan. Yaponiya davlat televiziyasi o siz degansizlar. Davlat televiziyasi birinchi darajalik NHK debchi. Ashkan cho'ng televiziya stansiya. Shuning bilan buni ayolimga endi shu kuni dedim desam bo'ladi. Aytsi. Endi rost gapni desam ayolimga ishonmaginim emas bu yerda. Mendiki bu besimni ayolimga tashlab qo'ymay dedim-ku rost gapni qilsam. Mening bu ko'rayotgan bu besimimni endi ayolimga aytsam, butun ayolim ishimizni yig'lab yursak, bir oila tugaydi o'chadi. Mening o'g'lim endi oliy maktabga imtihon bermoqchi, cho'ng o'g'lim. Butun oila tugaydi. Shuning bilan ashi bir nimada amal va eng oxirgi demisam bo'lmaydigan holat kelganda ayolim dedim. At muxbir kelmoqchi uyga. Apolmaysan boshqa yerga beribdi, men o'zim paranlashay dedim. Sening arqonni telefonni tashlab qo'y dedim. Ma'qul dedi, ayolim boshqa yerga ketdi. Shuning bilan ikki muxbir, uch muxbir keldimi? Ikki muxbir keldi, ikki yoqda ikki kamera bilan oldi. Men paranlashyapman shu maydonni oldi. Bular ilishdan burun bular bilan maslahat qilgan chog'da bundaq ishlar yomon ko'p deydi. Xitoy tin bilishi mumkin. Shuningga amal va boshda sen xizmat qilishingni ko'rsatalamsa deb so'rab baqdi. Amal va xizmat qilishni ko'rsatgan ishni qilaylar dedi. Andikin yana birisi birinchi qatimliq nimada video chiqqan. Agar Yaponiya grajdanini olmoqchi bo'lsam, sana yordam qiladigan parlament a'zolarini tanishtirib qo'yamiz dedi emasmi? Bosh usullarning ismini so'rab baqdi dedi. Rasmi. Xo'sh. Dedi, shuning bilan bo'ladi, mana ikkinchi, birinchisi deyman, birinchi video. Birinchisi maska taqqan, ikkinchi videoda bir oy o'tgandan keyin akamning nemisi sal nima qilib qolibdi. Kayfiyat o'ng'ishlab Xitoylama ufqisi gapiryapti debchi. Onu ayliq qilayotgan besimni azaytib nima qilibdi. Qarsam akamni mana aqroq bir chiroyi xeyli nima qilib kulib yugurib chiqibdi endi. Ikkinchi qayta.
Şunun bilan paranglashdi, aslamda paranglashdi. Aslamı dedi, yaxshimi dedi endi arasi. Yaxshimi deb paranglashiblar. Nima kelgan chog'da ang beshida maqta yani chiqdi emasman yana. Chiqqanda men dedim, erkakka dedim. Akamning ismi Erkin. Erkakka dedim. Ras ishonchlik nimami yo nima boshqa odammi? Hozir to'rda yomon ko'p bundaq Xitoylar dedim. Sen Xitoy tushanga o'xshaydi. Nima qilibdi? Ashada dedim. O'zimiz shanshinni dedim. Desem o'tirib bo'lgan odam darhol turib, men yonida bir so'mkisi bor ekan, so'mkisidan chiqarib, ani ko'rsatdi kinishkani. Kinishkada go and deb xiti bor, go and. Xo'sh. Goja anchan debdi. Xiti bor anamda. Shuni ko'rsatdim mushtaq. Ko'rsatib, meni hech kim ko'rsatma bo'lmaydi anamda. Bu 21-asr. Bular mushuni bir video tatib oldi deb qo'rqmamdi bu Xitoy. Nomussizlikda uchiga chiqqan degan. Bular nadi kelgan bunchalik yurak bular. Buni biz hamma Uyg'ur bir o'ylashib beqish kerak. Bularga xizmat qilayotgan nurg'un odamlar bo'lishi mumkin. Ya'ni birsi meni ko'rsatib bo'lib, buni menga degan nurg'un gaplari bir oy ichida bizning jamiyatning ismini to'g'ri deb deyish u yoqda tutsin. Jamiyatning doim a'zolarining ismlarini birdan ham qilayotgan faoliyatlarimizning hammini desak bo'ladi. Andan keyin bo'lmoqchi bo'lgan teqi biz endi planga tushagan bir bundan keyin qilmoqchi bo'lgan bir saylovning kepi ashada chiqdi Xitoyning biri. Teq e'lon qilmagan narsa. Biz cho'chak e'lon qilmagan narsa bu narsa. Cho'chakdagi bir Urumchidan 670 kilometr jiroqdagi bir Nayet darajali shahardan men Yaponlik ishlarni %100 bilib turibman. Bu darajada biz hammamiz bir o'ylash kerak ba'zilarni. Xo'sh. Shuni bilan u gapni anglagandan keyin texmo biz bu ishlarni bu Abulaq Ahmadjon Abdukarim Uchaylar buni maxfiyatligini saqlab turib hech kim demaydi degan holatda eng oxirgi minutgacha hech kimga demadik. Xitoyning ashada deydigan nurg'un gaplari bor. Qo'rqmay deydi nurg'un gaplar. Ham ayada ankin yaponliklar bo'lgan bir ish bor, u grajdanlikni oladigan ishda. Qaysi parlament a'zosi yordam qiladilar. Buni so'raydim endi. Men shuni so'radim, sen menga grajdanlikni olib beraman deb aytgandan qanday olib bersan dedim. Sen biz bilan yaxshi munosabat o'tkazsan, biz müşahede durup aşağıdaki Xitoy elçinin ismini dedi. Yaponya'daki Xitoy elçisi. Aslında başlıkının ismini dedi. Hem şu arkalık bizim bilan munosabat o'tkazayotgan parlament a'zolari bor dedi. Shular deyish orqali bir oyda shikoyat chiqarib beramiz dedi. Aşı gapni deydi. Bu gapni hayron qoldik ham daras gapni. Dedik, endi akamni nima qildi? Yana bir qitim ashadimi, yana ochiq gapni deydi. Sen akamlarni qo'llayman desam, biz bilan munosabatni yaxshi qildi. Xo'sh. Men nima ish qilaman deb so'radim ana. Aşı sizlarga aytgan videoning oxirini anglasanglar bor, aşı oxirida. 5 turli talabni qo'ydi bular. Ular birinchisi Yaponiya Uyg'ur jamiyatining faoliyatlarini, qilmoqchi bo'lgan faoliyatini aytib berdi. Aşı deganda ben turibdi. Sen o'ylab bildikan, demedingizmi? Sen o'ylab bildikansan o hammani mesela biz qilmoqchi bo'lgan yig'inning xabar oldi buni sen kap bo'pti demedingizmi? Ya endi unda demedim, şu aralda sen nima kelmoqchi? Shuni demay yezib olay dedim-da. Deb qo'limga qalam oldim dedim. Desem birinchisi şu Yaponiyaning Uyg'ur jamiyatining faoliyatlari dedi. Xo'sh. İkincisi sizlar 6 ayning 21-sizlar 21-sizlarma bir yig'in ochdi ekansizlar. Shu saylamda kimni rais qilmoqchi deydi. Ahmadjonni deb ashidi so'raydi. O'chog'i biz eshitdim bekitgan faqatla ashi yig'inda muncha sizlar yig'in ochmoqchi degan gapni bekitgandik.
Aşı reislarning ismini chiqsa deydi. Ahmetcan reis bo'lamdi deb so'raydi. Anadan keyingi ishi Dünya Uyghur Kollektivi Dolqin Eysa efendim Rabia Kadir efendim hanımlar qachon yapon keladi, qanday sizlarga qanday buyruqlarni seladi deb so'radi. Andan keyin bizning yillik yig'in bor Yaponiya Uyg'ur jamiyatining. Shu yillik yig'inning nimalarni qilmoqchi planlarni degan bo'ladi. Men yozib olay, endi qaytim ko'rishsak javobini beraman dedim. Deb endi Ayshada nima qilmagan, ya'ni kulib chaqchaq qilgan bo'ldilar. Akamni qo'yib, aka o'zingni saqla, o'zingni qo'g'da deblar. Gapni ochiq dedim. Xo'sh. O'zingni qattiq qo'g'da, qapolma deblar. Shu yerda gapni uzdik, nima qildik. U yerda gapni u yoqdan o'qib bo'lgan bilan mayoqda nimalar bor, muxbirlar bor. O'cha kayfiyat yana bir qatim nolga tushdi desam bo'ladi u yerda. Xo'sh. Shu kundan keyin ayolimning telefonidagi undidani biroq o'chadi. Ayolimga ochiqla dedim. Men chaqilma. Qaysi telefoning bo'lsa undidan qachilma debdi. Deb shuningdagi ashi gaplarni o'qib turib 6-24 bo'lganda Yaponiyaning NHK degan televizor stansiyasida kechki soat 10da badi. O'yli xalqaro kanalda badichi uni. Ba'zi shu qiziqishdan birini deb beray. Atisi bo'lganda mening 3 telefon topshirib oldimda yosh bolalardan. Aka deb mening rasmimni avatibdi, yaponcha ismimni avatibdi ostiga. Birisi qarmayliq, birisi turpanliq, yana bir yerliklar bor endi. 3 boladan keldi deyman. Xo'sh. Uchinchisidan o'xshash gap keldi. Ma bolani tanisa, bular nima deb mendan so'rayotdi debchi yoshlar. Qanday javob qaytaraman deb mendan savol so'radi. Uni Xitoy tarafdan keldi bu yoshlarga. Yoshlarga telefonlar qo'yib, telefonlar kelib, madam tanisa bu kim adam bu deb aşı yurtdan bir kun bo'lgandan keyin aşı televizor chiqiblar atsi. Andaki müşahidga kelibdiki, men bular dedim. Buni biz aralashib ketmaymiz, biroq shu savdo qilib yurgan odam deb bo'ldi. Aşı do'kkani bor deblar, ashtaqni danglar. Endi undan ortiq sen bilan boshqa munosabatim bo'lmagan ekan, biladigan qadarimni da'va, o'zingni qo'lqisang bo'lmadimi deb qo'ydim. Aşı rasmni avatdi, men ismimni o'qidi, aşı televizorga chiqqan. Abayqa nimam kimim bilan tushgan rasmni avatibdi ashlar. Ashtar uydagilar avatdimi yo boshqalar avatdimi bilmadim, ashtar savol. Akam shu qanday javob qaytarsa bo'ladi deb so'radim. Xo'sh, xo'sh. Aşı ko'ngliga rahmat, aşı fikrlarim bor endi. Shundan keyin takror yana bu Xitoy aloqa qildimi siz bilan yoki qilmadimi? Dedim ki abay ündidarını öçürüp ettikçe mi? Öçürüp ettiniz. Alaqını öçürüp ettik nima qildik? Şunu bilan aloqa qilamadim. Qilolmay buni andiki Yaponiyaning eng birinchi darajali televizorda bergan ekan, orqadan boshqa televizor, Asahi televizori bada televizorga chiqdi. Bundan boshqa 4 televizorda bir berdik. Bir bersak, aşı bizning Yaponiya Uyg'ur jamiyatining aşı nimasini berganda bir xabarda. Atdigan 8'de qilgan bir xabarda bir programmani berganda aşı kundan tortib 3 kungacha Yaponiya Uyg'ur jamiyatining a'zosi 300 odam ko'paydimi, 250 tak odam ko'paydi. Yaponlarda. Uyg'urlar Yaponlar. Aşı Xitoyni degan tillar ular torlarda. Ashta nima keldi? Bizning jamiyatni qo'llaydigan odamlar ko'paydi. Bunu biz qarab tutsak bo'lmaydi. Xitoyning qo'li bizning Yaponga chiqiribdi deb butun nimalarda chiqildi deb. Gazetlarda chiqdi. Aniki iliq rasmimiz kitobi sizilgan manga bor. Ayol. Uyg'urlarning nimasiz. Bu ayol bu chiqirib berdi. Hatto nimalar bo'ldi keyin. Desak shunda qilsakmi? Xitoy yana shu orliqda meni urug' tuqqanlarim bilan ko'rishgan ish yuz bermadi. Shuning bilan bir muxbir bir kun ashxonamga keldi, ikimiz paranglashib o'tirib, biz
o muhbirim beni sınıgandek senin o telefonunda uruktukanın, çöçekinin, anda dostlarının telefonu bana böyle telefon raylı dedi. Ah, biraz Xitayçı bölüdüçü o muhbir. Şikirdi tuğan muhbir aşı. Beijing'da, Şanghay'da turvatkan muhbir de ketdi. Degen köz aldıda ben telefonumu açıklayıp aşı özemdim. Aşının telefonu da, onunki çetelge olgan telefon keyin aşınınki. Aşınınki de uduk. Akam quvdum, singlim quvdum, urug tuqqanlar quvdum. Hech kim olmadi. Do'stlarim quvdim ani. Do'stlarim quvdim. Nurg'un do'stlarim hech kim olmadi. Amma tuyuqsiz bir do'stam oldi meni. Bu ele vay dedi-de. Vay degan qanday yaxshimi dedim. Debdilar. Bizni uydagilar yaxshimi dedim-chi. Desam, "A do'stim nima deydi deysiz?" Xo'sh. Demiş telefon qilsa, meni o'lsin demsa deb telefonni qo'ygan. Meni aşı boshlang'ichdan tatib tang o'ynagan qarindishim mening avval. Manga degan gapi aşı gap bo'ldi. Ayaqda muxbir ani o'ngga avatidi a gapni. Ani degan gapi aşı. Demiş telefon olursa beni ölsün demse de. Şununki koyuvattık, keyin bu muhbir Şanghayga vardı. Şanghay'dan keyin Ürümçi'ye vardı bu muhbir. Berip Ürümçi'de mi mening akamning sing'illarimning telefonlariga udi. Birisi bilan aloqa qilmay qaytib keldi. Qapoma xalmat men cho'chakka boray desam, bag'izmidi. Bizni o'tkazmay qo'ydi deb qaytib keldi. Ya bu numussizlar ya. Andiki şunun bilan qattiq yaxshilanish yo'q. Naq mana aşı dunyo qurulishini Uyg'ur sot nimasiga Londonda ichilgan. ikkinchi qatim Londonda ichilgan yig'inga ikkinchi qatimlikqa iltimos qildim. Shunun bilan qatnashdim. Qatnashib bu yerda guvohlik berdim. Guvohlik berganda mishari qiziqishdan birini deb desam bo'ladi. Bayqa ilqi NHK degan televizor stansiyasining muxbiri bilan ikimiz paranglashib turib dedim, men bir London sotda bir guvohlik bermoqchi. Men sana bir nima tikib baqay dedim endi. To'g'ri tikib baqayli dedim. Men bu guvohlikni berman, bir 10 kungacha Xitoy cho'qib, men to'g'ri bir xabar chiqardi dedim. Desam, muxbir deydi, sen o'zingni undaq cho'ng saqlama. Debchi. Xo'sh. Deganda shu bilan aşı muxbir naq maydonda mening aşı Londonda sotda nim berayotganni videoda chiqdi, oldi bu. Video. Naq maydonda kamerada oldi bular. Elib bular. Shunun bilan bu bir haftadan qarasa videolar bo'lsa aşı videoni chiqarib qo'ygan bo'lsanglar. Ham Xalmat efendi o'zi sınığa ağan videonun mas'ul yo'q deydi, shuni bir chiqarib qo'ygan bo'lsanglar. Men birinchi qatimliq avatgan videolarni chiqarsanglar bo'lardi hammasini. O'zim olgani. Shuning bilan aşı nimani London sotda berib bular bir haftadan keyin mening Xitoycha ismimni YouTube'ga kirgizsak yana ovozingiz nima ketdi asrab ketdi. Akamni so'zlatib Xitoy. Siz London sotiga qancha yil berdingiz guvohlikni? Ikkinchi qatimliqni berdik-ku. 10-oyning netisimi? 2021. 2021. 10-oyninkini berdim. 10-oyda. Berdim bir haftadan keyin bular o'sha YouTube'ga mening singlim, cho'ng singlim, ikkinchi akam, cho'ng akamni so'zlatib 1 minutdan ortiq 1,5 minutda hozir bu to'rda meni ismimni kirsanglar chiqadi. Halima diyor. YouTube'da Xitoy o'zi e'lon qildi uni. Kirgizib rasmiy meni terrorchiga chiqarib bular. So'zlab nima qilgani bor. Biroq shu videoni ko'rib mening endi o'ylaydiganim, mening qarindoshlarim meni tillasimi mayli, terrorist desimi mayli, hayotli qolsa, sog' salomat turib bersa,
Bana en çok bir nimemde konumun bir yarısı bir doğru bulan. Hoş. Şunu tapşırıp yok kılıpçı. Özüm rasmi bu demede. Dümdeyimiz hem de aşınca tırışvatımız noktatır. Kırındaşlarımızı koldap kalalıysa vatan razı olsun da oylayımız. Doğru. Onun bir bu iş başka bir Uygur kırılışının başka bir kırındaşlarının bir şirk yapkamısın. Bu adam körülüğün bir nimemez. Karısınız bir tarafınız urukkan. Bir tarafınız bir tırışvatkan kırındaşlar. Bir yakta kadar durup şpiyonlu kıldı vatkan bu Xitay. Hakikaten yani Hılmet efendim şu dep ötkününüzdek bu yani beşemlik, numussuzluk bu derecede elbette chet eldeki nurgulluğun meyli Türkiye'de olsun, Türkiye'de hatta nurgun okuguchilarimizdan beşiği bundaq işlarninki kelganligini anladık. Nurgulları cüret kılıp, aşındaq bir besim, aşındaq telefon kılıp bevasıta tehdit işiltip, özüge işleşke mecburlaş bu işlerini biz u yerden bir yerden anlap duruvatımız, hazırgacha anlap kelyapmiz. Lekin hammasi cüret kılıp bunu axbaratga aşkarlaydiganlar sanaqlı kişiler ekan. Bunu aslında her bir beşiği bundaq bir iş kelgan vaqtida dadillik bilan aşkarlap shundaq siniga elib turib şu devletlarninki bexatarlik o'rinlarga xabar qilib ham axborotga chiqarib bularning abdi bashirisini aytish kerak. U cho'qimki ashu dört Xitoy ilqabay chiqqan sizni o'zining kanishkisini ko'rsatgan. Boshliqdan tayoq yegan bo'lishi mumkin hamda anga zo'g'anda hatta vazifasidan elinishi mumkin. Bunda bizni bir sesitding deb. Agarda xohlagan bo'lsa ikkinchi qatim yana bundan keyin sizni har xil shaklda boshqa undidor u bu narsani Xitoynikini ishlatmagan bo'lsangizmi yana umid bo'lgan bo'lsa deb umid bor deb qaragan bo'lsa Xitoy bir shaklda sizni birdamda boshqa narsalar bilan sizga yana tahdid qilib, yana telefon qilib, yana bir narsa qilgan bo'ladi endi. Demak, nihoyatda ig'ir bir yuzi tushganligi uchun Xitoyninki qattiq bir kachat urilganligi uchun Xitoyning abdi bashirasi echilganligi uchun sizga yana bu shaklda qilinmay, sizning po'latdek turgan o'tirg'i qo'ygan guvohligingiz bergan bu boshdan kechirgan bu ishlar bo'lgan ekan, ani dal aksiga o'rish uchun Xitoy o'ziningki aloydanga o'sha butun hozirgacha axborotga chiqayotgan shu go'shan degan go'y boshda turyapti hamda bu Xitoy tashviqot nemisda. Ne sirtdan muxbir kelsin shu kutib oldi. 2021-yili ana shu maxsus muxbirlarni kutib olish yig'ini ochib, uning kendi maxsus bularni yolg'on guvohlik bergizib sizning oilangizdagilarni bu shaklda chiqaribdi. Demak, yani shu yani bu tajovuzchilik, bu nomussizlik menda davom qilyapti. Albatta har bir qarindoshimizga sabr tilaymiz va hech bir zaman uni kayniga dajish emas, teximmak uningki dadillik bilan sakrab tushib bularninki nomussizligini, tajovuzchiligini, beshamligini oshkorlashdan qancha muhim ekanligini. Ben şunu ishonman, siz bunda chiqqanligingiz uchun chiqqanlarning oilasini, chiqmaganlarninki oilasini yo'qotib o'tadimi Xitoy? Chiqib sizga o'xshash o'tirg'i tushib, shunday axborot qo'ldan kelgancha harakat qilganlarnikini hech bo'lmasa chiqmaganlarga nisbatan ularga boshqacha muomala qildi deb qarayman. Xitoyning psixikasini ozroq tushunsak, ularni hech bo'lmasa farqli muomala qildi ham ularga. Çünkü onunki aslında güçlük davasını qilayotgan sirtli bir adamı bor deb qaraydi Xitoycha. Şuna her daim qadaq biz yani xalqimizni chaqiramiz. Hali ham bu ishlarninki, bu besimlarninki bo'layotganligi ayni Xitoyga shuncha bola besim bo'lyapsimi? Tarafdan dunyodan besim bo'lyapsimi? Yana u o'zininki bostirishini yeniklatgan yo'q Xitoy. Hali ham yana sirtdan ovlaydigan olji qilib oldigan insonlar bo'lsa, shuni bir qo'lga kirgizsam bo'ldi deb tirishayotgan Xitoy bu hamda. Shuni buni tushunishimiz kerak. Boshqa hamda siz so'zlaydigan boshqa bir tavsiya so'zlaringiz bo'lsa, anglasak, bu misal programmada oxirlashtirsak bo'ldi. Abay degandekchi, biz bu
Agar men ash birinchi qitimda masalan aniq qilib hamda bular bilan o'qimagan bo'lsam, aqcham birinchi qitim, ikkinchi qitim kayfiyati yaxshi bo'lib qoldi. Uchinchi qitim bir narsa demayman degan bo'lsam, aqcham akamning bir putini yo qo'lini sundirib o'tgan, kesib o'tgan bo'lishi mumkin. Xo'sh. Ashta qilib besin kuchaytirdi ular. Men ash ikki qitimdagilar chin turgandim. Biroq men qitim akamlarning videoni ko'rdim o'zim to'rda. Ko'rsam yana sog' salomat turibdi. Allohga shukr. Endi qiynaladi, qiynalmaydigan ish yo'q. Albatta. Adam bunda Japonda tatqizdi, buni hammamiz bilamiz. Biroq akamizni urib tuqqanini saqlaymiz deyotganmiz. Abaysiz degandek po'latdek mushlar bilan qarshilashimiz. Aşın qilayotgan aşı nimasini, gunohsini, zulmini dunyoga oshkorlashimiz kerak. To'g'ri. Men o'zim nurg'unlarga yig'inlarda so'zlayman. So'zlagan ochiqli deyman. Men o Xitoyni terroristli deyman. Albatta, uning sizlar nemsa adamlar men faqat terrorist deyman bu Xitoyni. Sababi uni mening aqmon qilgan qilqish terrorist bilan o'xshash. Akamni go'rga oldi bular. Go'rgavil beni şpiyonlik qildi. Terrorist bilan o'xshash. Buni terrorist demay, boshqa atalg'i bo'lsa, dab yiqinglar deb ash Yaponning o'zidan so'rayman men. Desam, hammasi to'g'ri deydi. Isbotni ko'rsatganda hammasi elim chidab yuribsa deb, hammasi hozirgacha deydi. Hammasi yo'qlab keladiganlar bor, batbat. Mana 4 yil bo'ldi, bir telefon yo'q bizga. To'g'ri. Telefon ololmaymiz. Biz bilan o'xshash mushi mahallada turayotgan, mahallalarda turayotgan, yaqin taraf turayotgan cho'chaklar bor. Ular o'zini urib tuqqanlari bilan so'zlashalaydi. Mana ashlar orqali bizning cho'chak, meni urib tuqqanimni, meni ahbamlar nima desam, hayotligini bilaman. Hayot bo'lmasa cho'qim xabar qilamiz dedi hamisi. Boshqa hech qanday xabar yo'q. Mushal yana bir gapni deb beray. Men birsi orqali aşağı atanamlar hayat emasmi bir söyleshib boqinglar deb bir aloqa avatish uchun juda bir davlatga bir qarindoshimizga toplash orqali ashning bir tuqirini bag'sam, tuyuqsiz mening saboqdoshlarimga uchrab qolibdi bular. Ashi tuqini. Uchrab qilib, bola mening saboqdoshlarimdan ayollardi ular. Ashlarni so'rabdi, Xalmatkamning uyiga bormoqchidim. Uydagilar qandaqdi, shuni bilmay bir kuchni yetkazay degandim desa, saboqdoshlarim nima debdi desiniz? Xalmatning uyining atrofiga borsam, yekirib ketdi, shikushkin so'laydi deb. So'rab qiladi. Shuningga hozir mening endi uyimning atrofiga bormoqning o'zi bir masala. Xo'sh. Ondan başqa nurg'un bu yerda deyilmaydigan gaplar bor. Biz ko'rayotgan bu Japonni Allah boshqa bir bandining bu zulmni Allah boshqa bir bandining beshi tartib qo'ymasin. Hozir meni ashni deb men savdo qilyapman-ku men. Shu bo'lib qoldi, mush ishlar bo'lgandan. Mushi bir o'tganni o'tamayapman. Qishloqlar desa ko'rsatib baqqan bor. Rasmiy bu savdo qilib mushini xiyol qilib ketaman. Savdo qilib mushi Xitoyga bir xil ochchig'im keladi, nimam keladi. Hozir qinim qilib ketdi bu Xitoyga bo'lgan ishligim. Endi buni nima qilaman? Bo'lmasa men burun ash Nanjida o'qigan bilan nima qilgan? Biroq keyin qarasa bu Xitoyning ish tushgandan boshlab ash Xitoyning bir xil nimasini ko'glab turgandik biz. Xo'sh. Chet elga chiqib, butun nimalarni ko'rib tushunib, bu Xitoy bizning Abdulqadir Yapcan hakkımız degandek adam emas narsalar cho'g'lar. Rasmiy manbasida Abdulqadir Yapcanga yomon o'rgatim bor. Ashuni degan hamma gapim meni yuragim bor edi o'sha haqqida. O'sha Abdulqadir Yapcanga bir salom aytib qo'yinglar meni. Rasmiy ashuni yuragim gaplar. Bo'lsa hammalar shu Xitoyga bo'sh kelmay, shu chidab unda tik turali saqlab Xitoy bizni beda qilmaydi deb o'ylayman. Shu. Ko'pdan ko'p rahmat, Xilmat efendim. Alloh razı olsun. Programımız qatnashib, bagaligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Inshaalloh bu so'zlarimiz nurg'ulg'an xalqimizni texinbek
guvalıq bireymi, bəməymi dep işkinlep turvatqan qeyrindaşlarımızın meydana çıkışıga vesile bolsun inşallah. Köp rahmet. Allah razı olsun. Rahmet sizlerge. Görmədərimiz şuna qılıb bugünkü programımızda müşahede ahırlaşdıraylı. Bu sözlərinin üstüge yana başqa sözünü sözləş ihtiyaç yox dep qarayman. Düşmanımız mana bu şundaq hiç qandaq axlaq, insanlıqdan nesiyesini anmagan bir təcavüzçülərdən ibaret. Meyli nim bolsanız, aileniz qandaq və aileden buluşdan qat'i nazar. Sizin milletiniz Uygurlan buluyor diken. Onun üçün biz en eşeddi düşman dep qaraydı bizni. Şunun üçün her qancha her xil xiyallar bilen oylashimiz mumkin, ikkilanishimiz mumkin. Bularni cho'rib tashlab, bu tajovuzchilarning abdi bashirisini echish uchun qo'limizdan kelgan butun harakatni qilishimiz kerak deb davomli bu chaqiriqni qilamiz. Alloh umr bersa, yana bir qatimliq programmamizni ko'rishgacha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.